Navbatdagi lavhamiz qishloq xo'jaligidagi islohotlarga oid. Bugungi kunda mamlakatimizda dala chetlaridan samarali foydalanishni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilib, hududlarda shu borada tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Xatirchi tumanida o'tkazilgan seminar ham ayni shu maqsadga qaratilgan. Qishloq xo'jaligida har qarich yerdan oqilona va to'liq foydalanish muhim vazifalardan hisoblanadi. Xususan, ilgari biz ko'pda e'tibor bermagan dala chetlardan ham. Dala chetlari bu asosiy ekin maydonlarining atrofida yo'l yoqalari yoki ariq bo'ylarida joylashgan bo'sh yer qismlaridir. Ulardan samarali foydalanish orqali hosildorlikni oshirish, tabiatni muhofaza qilish va aholi daromadini ko'paytirish mumkin. Bu borada huquqiy asos hayotga tatbiq etilgani ham bugun bejiz emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida o'tayotgan seminarlar ham shu borada ko'pni daxldorlikka chorlamoqda. Tumandagi Sulton Bobo fermer xo'jaligida tashkil etilgan seminarda ham shu maqsadli jarayon haqida so'z bordi. Respublika agrokimyoviy tahlil markazi mas'ullari, o'simliklar karantini va himoyasi agentligi mutaxassislari, fermerlar kengashi vakillari va fermer xo'jaliklari a'zolari ishtirok etgan seminarda tuproq tarkibi, oziqlantirish asoslari, dala chetlaridan samarali foydalanish beradigan natija haqida so'z bordi. Şu o'zlariga ajratib berilgan yerdan hamma qiladigan, bajaradigan ishlarni ilmga asoslangan holda bajarsalar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu bo'yicha Navoiy viloyat agrokimyoviy tahlil markazi bor. Bu yerda tuproqni agrokimyoviy tahlil ishlari, undan tashqari agroekologiya bo'limimizda qishloq xo'jalik mahsulotlarini tahlil qilish bugungi kunda yo'lga qo'yilgan. Yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarimiz tarkibidagi og'ir metal, nitrat tuzlari, pestisid qoldiqlarini bugunda aniqlash yo'lga qo'yilgan. Yerdan foydalanuvchilarimiz, fermerlarimiz o'zlari yetishtirgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini bozorga chiqarishdan oldin tekshirtirilgan xulosalar asosida bozorga chiqarsalar, yetishtirgan qishloq xo'jalik mahsulotlarining sifati kafolatlanganligini ta'minlaydilar. Bu esa o'zimizni, aholimizni sog'ligi uchun juda muhim omillardan biri. Erta bahorda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirganda shu tezroq yetishtiraman deb ayrim yerdan foydalanuvchilarimiz tomonidan mineral o'g'itlarini, ayniqsa azotli o'g'itlarni me'yordan ortiq qo'llanishi bu yetishtirayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlari tarkibidagi nitrat tuzlarini oshib ketishi va bu inson salomatligiga salbiy ta'sir qilib, ko'pchilik hollarda mana o'zimizga hech kimga sir emas, kasallik ko'payishiga olib kelmoqda. Dala chetlaridan samarali foydalanish, bu yerdan oqilona foydalanish, tabiatni muhofaza qilish va aholi turmush darajasini oshirishning muhim omilidir. Har bir fermer yerning har qarichidan unumli foydalansa, mamlakat iqtisodi va oziq-ovqat xavfsizligi yanada mustahkam bo'ladi. Seminar davomida shu haqda kerakli tavsiyalar berildi. Tuproq tarkibi o'rganilib, fermerlarning o'z dalasida belgilangan muddatda tahlilni amalga oshirib, shunga ko'ra oziqlantirishi bo'yicha fikrlar bildirildi.